Haqiqiy uy bu nafaqat mustahkam devorlar va tomlar, balki bu hissiyotlardir. Siz inoq qo'shnilaringizning mehrini, uyingizning pastidagi xushmuomala Navoiyning issiqqina uzilgan nonlarini, hovlida o'ynab yurgan bolajonlarning kulgularini his qilishingiz demakdir. Sharq turar joy majmuasi Qarshi shahrining Tabassum mahallasida joylashgan. Bu hududda 9-maktab, bolalar bog'chasi, 2-oilaviy poliklinika, Yangi bozor, Shabnam to'yxonasi, Afsona Cake, Marjon supermarketi, Afsona mehmonxonasi, Yusel aloqa operatori, Markaziy park juda yaqin joylashgan bo'lib, bu yerda rivojlanishingiz qulay, yashashingiz, farzandlaringizning o'qishi va hayotning har bir qismini zavqlanib o'tkazishingiz uchun barcha sharoitlar allaqachon mavjud. Sharq loyihasi 4,5 ming metr kvadrat maydonda 2 blokdan iborat. 9 qavatni tashkil etuvchi bloklarda 110 ta xonadonlar mavjud. Bizning xonadonlar planirovkalari har bir kvadrat metr vazifa bajarishi va foydali bo'lishi, har bir oilaga mos kelishi uchun puxta loyihalashtirilgan 40 kvadratdan 101 kvadratgacha bo'lgan xonadonlarni o'z ichiga oladi. Majmua hududida elektromobillar uchun zaryadlash stansiyalari, dam olishingiz uchun maxsus joylar, jajji mijozlarimiz uchun esa bolalar maydonchalari o'rnatiladi. Umumiy kirish qismi zamonaviy dizaynga ega bo'lib, ichki qismda samokatlar va kichik mijozlarimizning transportlari uchun maxsus xonalar loyihalashtirilgan. Ishonchli va tezkor bo'lgan 1 tonnalik liftlar o'rnatiladi. Sharq bu nafaqat zamonaviy loyiha, balki qulaylik, chiroy, hayrat, hashamdorlik, shinamlik demakdir. Sharq bu oilalarni baxtliroq, do'stlikni mustahkamroq, qo'shnilar bilan inoqroq bo'lishga, unutilmas xotiralar yaratishga ko'mak beradigan maskandir.